Lamin Yamal birdaniga sahnaga yorib kirdi va atigi 18 yoshli yigit allaqachon butun dunyoga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Aytchi, sening unga aytadigan qandaydir gaplaring bormi yoki u haqida senga kimdir gapirib berganmi? Menimcha hozir boshqacha davrdamiz. Hamma narsa boshqacha. Chunki men o'ynagan davrga qaraganda ancha katta media e'tiboriga ega klubda o'ynayapti. Albatta, Monaco klubiga hurmatim cheksiz, lekin Barselona ancha yirik klub. Men o'z hikoyamni boshdan o'tkazganman. U esa o'z yo'lini bosib o'tyapti. Uning uchun eng muhimi hozir bu futbolga bo'lgan ishtiyoqni yo'qotmasligi. Qolganlari esa uning shaxsiy hayoti va odamlar uning shaxsiy hayoti haqida ko'p gapirishadi. Lekin menimcha uni tinch qo'yish kerak. Shuni qabul qilishimiz kerakki, futbolda u fantastik futbolchi, lekin hayotda u hali endi 18 yoshli yigit. Bu yoshda esa hammamiz xatolar qilamiz. Oxir-oqibat biz uning maydondagi o'yiniga e'tibor qaratishimiz kerak va uning maydon